Hurmatli do'stlar, bugun yakshanba, bugungi rejamizda 30 ta xonadon. Masalan, qo'yamadimi? Qarang, o'zimiz yangi yo'llaydi. Like qo'yasizlar. Like qo'ygan uchun keldik-da. Kenja o'g'lim 34 ga kirgan o'g'lim o'tgan yil sentyabr oxirida o'tib qoldi. Mana shu 5 ta bola mazasi yo'q edi. Xo'jayini 12 ga qamalib ketgan. Hurmatli do'stlar, bugun yakshanba, bugungi rejamizda 30 ta xonadon. 30 ta xonadonning hammasida deyarli 4 ta, 5 ta, 6 tadan bolajonlar bor. Xullas kalom, sonimiz, produktlarimiz soni bu safar 35 xil. Soni esa umumiy lokatsiyalarimiz 30 ta. Hozir birinchi lokatsiyaga keldik. Qani, ketdik. Kranlardan suv chiqib bo'lgan. Yugurib kelib, kranni ochib chiqardi. Qani bolalar? Mana sening chaq. Qalaysizlar? Charchamadinglar? Biz ozgina bugun yakshanba edi. Ehtimolimiz bor edi. Mana qizim. Ro'yxatda turar ekansizlar sizlar. O'shanga sizlarni ro'yxatga olib qo'ydik endi. Bundan buyog'i shunaqa kelib turamiz endi. Biz shunaqa bir har juma, har shanba shunaqa bir yaxshilik qilib turamiz deydi. Necha yildan beri qo'ldan kelgancha imkoniyatdan kelib chiqib albatta. Nechta bolalar? 4 ta. Qani ikkitasi? Ha. Yana nechta? Общий 4. Ha, общий 4 bittasi kichkinasi qachonlik maktabda maqsadda turgan o'g'lonlar. Ha. Xo'jayingiz yo'q. Xo'jayini 12 ga qamalib ketgan. Nima kamchilik uyda yana? Keling qizim qarashib olaylik bizga. Oskamchilikda uy muammosi. Ha, bu uy kimniki? Kvartira yo'q. Ha, yo'q. Mana bu qistondan yasholmadik. Qo'llarimda ketmonlar tutganlarda qiladi. Ikkita bo'lsalarda yo'q qilib ketgan. Nech pul to'laysizlar? 1.700. 1.700. Uyga muhtojsiz. Ha, O'zi qayerdansiz asli? o'zim zomindanman. Zomindan. Zominda qarindoshlar bor. Qanday hammasi endi o'zlari bilan hammasi. Hurmatli do'stlar, aka-ukalar, mabodo kimning sharoiti bo'lsa, shu opamizni 4 ta farzandlari bor. Mana 2 ta farzandlari yonimizda va 2 ta farzandlari bittasi uyda, bittasi maktabdami? Yo'q, ha, maktabda. Mana shu uylari yo'q ekan. Bu xonadon ham 1.700 ming kvartirada yashaydiganlar. O'zlarining raqamlarini qoldiramiz. Mabodo kim 4 ta bolasi bor, haqiqatan haqdor opamizni izlab yurgan bo'lsalar, kimdir zakoti yoki kimdir kattaroq bir imkoniyati bo'lsa, yo bo'sh yotgan uylari bo'lsa, mabodoga shu haligi opamizga telefon qilsanglar, biz o'rtada faqat vositachi savobga sherik bo'lamiz. Produktlarimizni olib keldik, duoni qiling, biz yetkazamiz. Sizlardan topganlar Alloh baraka bersin. Kim ehson bergan bo'lsa, hamma ehson qiluvchilarni bizga bir bergan bo'lsa, ularga mingina Alloh barakani bersin. Amin. Like qo'yasizlar. Like qo'ygan uchun keldik-da. Mana sizlarga ana qanaqa ishlarni olib keldim. Mana shular, keling. Ana ketdik. O'qib ko'rmaganmi bu? Nechta bolalar bor bu yerda? Rahmatli o'g'limdan 5 ta farzand qoldi. O'tgan yil o'tib qolgan, 34 ga kirgan o'g'lim. Alloh sizga mingini bersin. Martabangizni ziyoda qilsin, iloyim. Oilalarni nomerini qoldiramiz. Va qanaqa muammosi bo'lsa aytadi. Mabodo meni ko'radigan odamlar ichida ajib ko'p bolalar bor-da. Pul o'ziga sig'maydi. Shuni tushunmadingiz. Mabodo shu nima bir muammongiz bo'lsa aytsangiz, nomeringizni qoldiraman. 90lik 096 2603. 2603. Ismingiz Gulnora opa. Qanday boradi ko'raman-da. Opamizni mana ko'ryapsizda, nechta navarlari? Farzandingizdan 4 ta. Yo'q, o'g'lim 2 ta o'g'lim bor. Hozir kenja o'g'lim 34 ga kirgan o'g'lim o'tgan yil sentyabr oxirida o'tib qoldi. Mana shu 5 ta bola mazasi yo'q edi bolam. 5 ta bolasi qoldimi? 5 ta, mana kichkinasida bu. Ha, bu kichkinasimi? Bolamni bolalarida. Ha. Nima muammo?
Hammasi yaxshi bolam. Ha. Hammasi Xudoga Uy joy bor, ha? Bu uy o'zizniki. Ha, o'zimizniki uy joy, Xudoga shukr. Mabodo mana 5 ta farzand navaralar bor. Faqat ana kadastrimni qilolmayapman-da u. Ana kadastrni kim qilib bermoqchi bo'lsa, davlat ishlaydigan aka-ukalarimiz bor. Hayotimizda bir marta savob ketaylik. Shu opamizning kadastrlarini qilib, ham devorlarni yangilab ketish niyati bo'lganlar, mana o'zlarining raqamlarini qoldirdim. Telefon qilinglar, bog'laninglar, faqat telefon qilib meni izlamanglar. Meni nomerim yo'q bu opada. Men yo'q insonman o'zi. Men duolani ham o'zim uchun so'rayman, sizlar uchun Bu so'rayman. bolani men ko'rib turaman har doim. Ko'p ishlar qilamiz endi. Ana Instagramida bor. Ana o'zimiz yangi yo'lda ekandim. Yaxshi videolarni ko'ring, yomonlarini ko'rmang, o'tkazavering. Yaxshi bo'lmasangiz har hafta kelib turamiz, chunki bolalar ko'p ekan. Chunki bolalarni shirinlik yaxshi biladi, meva yeydi, boshqa yeydi, bular endi xaziniki ochadi, biz yoshimizda shunaqa edi. Xaziniki ochardik edi, to'kdan chiqarib qo'yishadi, shunisi bo'lmaganini. Davlatga ham rahmat bolam. Mana bolalarni detskiga pul beradi, 800 qancha ming. Keyin o'g'lim uchun o'lgan haqida ana beradi, pensiyasini beradi. Ular yetib turibdi, amallab turibsizlar. Boriga shukur. Bizda ochlik qilish kerak emas. Ha, to'ppa, boriga shukur qilish. Boriga shukur qilsak, Mana Alloh o'zi beradi. Ko'rdinglarmi, hurmatli do'stlar? Boriga shukur qilib insonlar o'tirishibdi. Hech qanaqa bir Boriga odamlar hammasi bor, nolaveradi, siqilib, mana g'amgin to'lishib qo'yasizlar. Mana 5 ta navaralari bilan o'tgan yili o'g'illari o'tib qolgan ekanlar. Mana shu farzandlarni mana opamiz o'zlari katta qilayotgan ekan. Shu raqamga bog'laninglar, mabodo niyatinglar bo'lsa, yoki sizlar ham bizga o'xshab juma kunlari, yakshanba kunlari, dam kunlari oilangizni olinglar, yuring, bitta oilani xursand qilib kelamiz. Produktlarni qilib kelib, bitta oshni damlab maza qilib ketsangiz ham bo'ladi. Qandaysiz opajon? Sog' salomat. Mardan o'qib. Huzurmisiz, sog'siz? Navaralar bormi? Ha, bor. Yo'q, ha. Mana bu yerda 36-37 xil produkt deydi. Hech bo'lmasa 10-15 kunga yetkazasiz. Ro'yxatga qo'shib qo'yamiz. Keyingi hafta yana kelishga harakat qilamiz. Nima kamchilik o'zi aslida? Yana nima? Farzandlar bormi? Qani ular? Farzand bo'lgan farzand foyda yo'q. Nimaga? Hammasi o'zi bilan o'zi bitta bolalar qamoqda. Yo'q. Ishi yo'q, kasal bolalar. Kelinim to'rtta xolasi bilan o'tiribdi kvartirada o'zi. Ularga yordam bera olmayman. Nima kamchilik bor? Kredit bormi, qarzingiz bormi, yo bir muammo, dori darmonga nima muammo? O'zida puldan qilib qoldim, mazam bo'lmasa. Ismingiz? Qayim Ro'za. Ro'za opani ismlari, raqamlari, mabodo hurmatli aka-ukalar, do'stlar, Ro'za opani ro'yxatga olib qo'ydik. Biz endi har hafta xabar olib turamiz. Mabodo sizlar ham o'zingizlar xabar olib turaman desanglar, mana mazalar yo'q ekan, savob olaman desanglar, shanba, yakshanba kunlar dam kunlari kelinglar, xabar olinglar, savob qilinglar. Farzandlari bor ekan, lekin hamma farzandlari o'zlari bilan o'zlari ishlari bilan ekan, kelib turishar ekan, lekin hozirgi holatda o'zlari yolg'iz yashayotganlar. O'g'illaridan qolgan uy ekan, o'g'illari qamoqda ekan. Shunaqa gaplar. Qani olmaydi. Umrlarda uzoq tutsa, barakatini bersa, sizlarda Yurtimiz tinch bo'lsin. yurtimiz tinch bo'lsa. Charchamang. Bozorlikni katta qilib keldik xudo xohlasa. Yam, bosaver, bosaver, yam. Ana qancha? Davay, keling, qarash kelsan, davay. Olmam hammasini chiqarib, keling. Davay, kim katta? Keling qizim. Oyim bilan bir gaplashib olamiz. Chiqaylar yo'q, hammasini. Qani? Bozorga ham chiqmadim-da, hali Nimaga, nima bo'ldi? Qandaysizlar? Charchayapsizmi? Sog' salomat. Nechta bular? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Kim uyida bu? Kvartirami bu? Tak, uyingiz yo'q. ikkita qazanchi xizmat qilasiz. Ha, uyingiz yo'q. 5 ta bola bor. Otasi qani bular? Yaqinda ham qayerda Aliment to'lamaganmisiz? yaqinda berdim. 2 oy berdim. Bola pulga chiqmadi. Bittami xo'jangiz? 5 ta bola, bitta otadan. Ajrashib ketganmisiz? Yo'q, qisqa qilib aytganda yashamaysizlar. Yo'q, yashamayman. Nima dedi? Ularni bermadilar, shu paytda.
12 tashladim, endi 200 ming, 100 ming bolaga. Yo, men bu savol berayotganim, men o'zim ham otaman. Men ham ajrashganman vaqtida, bundan 16 yil, 15 yil oldin. O'g'lim 2 yosh bo'lgan, kichkina bo'lgan. O'g'limni men berib qo'ymaganman, olib qo'yganman. Shu darajada bola uchun kurashganman, erkak bo'lib turib demoqchi. Shuning uchun savol meni miyamdagi odam boshqa odamni tushunish qiyin. Ya'ni otaman. Ota qanaqa bo'lish kerak? Men 5 ta bolani bunaqa holatda kvartirada tashlab ketish uchun tashlab ketmadim, o'zim chiqib ketdim, bizda vaziyat boshqacha. Men kvartira, kredit oldilar, nomimga. O'ylamadilar, o'zimni qilib ketdi. yo, o'sha bir bemas'uliyat meni cho'qqisi demoqchiman-da. Nomerlarini boshqacha yozaman, o'tkazib noto'g'ri ketgan ekan, 94lik. 204 81 40. Bu uyda 5 ta bolajon bor va oilalari bor. Oilalar ming afsus adalar bilan yashamaydi. O'zlarining oilaviy holatlari bizga bu yo'q, qiziq emas. Kimga qiziq bo'lsa, kim imkoni bo'lsa, shu uy olib beringlar deb iltimos qilardilar. Shunaqa. Yomon qarshi emas. Bu tarafdan ham yaxshi bo'lardi, chunki o'z ota-onamniki ham o'z ota-onalarining uylariga ham bu ayol shunaqa 5 ta bola bilan mana shu. Endi men birovning oilasi haqida gapirishga haqqim yo'q. Biz savob uchun kelamiz, vaziyatni ko'ramiz, borini aytamiz. Bori shu. Kvartirada yashaydilar, erlar bilan yashamaydilar. Farzandlari 5 ta, kichkinasi menimcha 1 yosh bo'lsa kerak, bilmayman, kattasi 6-7 yosh. Shunaqa holat, o'tgan safar yoz svetimni va gazimni qarzim bor deganlar esimda qoldi. Mana raqamlari turibdi, videoni oxirigacha ko'ringlar, bilinglar, o'rganinglar, qiziqinglar, kimga qiziq bo'lsa, kim imkoni bo'lsa, kim hattoki uy olib beradigan darajadagi imkoni bo'lsa, albatta biz bu ikkita insonni birlashtirib qo'yganmiz, sababchi bo'lganimiz ham biz albatta boshimiz osmonga yetgan bo'ladi. Amin. Kimlar qanday ehson qilgan bo'lsa, ehsonlari butun bo'lsin. Qiyomat kuni gunohlariga kaforat bo'lsin. Nima maqsadi bo'lsa, maqsadini Alloh bersin. Nima niyatda bersa, Xudo ko'rib turguncha bilguncha. Allohu akbar. Xullas, hurmatli aka-ukalar, ichida kim boylar bo'lsa, pulini qayerga ishlatishni bilmayotganlar bo'lsa, 2 ta, 3 ta, 4 ta xotinni ham обеспечить qilib tashlab, endi nima qilsamikin, qaysi dunyoni, qaysi orolni sotib olsammikin deyotgan boyvachcha aka-ukalarim, bilamasizlar, internetda zo'r videolar qo'yasizlar, zo'r ovqatlarni yeyotganlarni qo'yasizlar, zo'r mashina sotib olganlarni qo'yasizlar. Birlashasizlar bir-birlar bilan. Kelinglar, shunaqa savob ishlarda ham birlashaylik. Biz shu kungacha 1 emas, 2 emas, 3 emas, 20 tadan ziyod insonlarga uylar berganmiz, uylar qurib berganmiz. Bemalol maqtanib aytishim mumkin, chunki shu ishni qila olmayotganlar uyalsin. Men bundan uyalmayman. Buni ko'rib, nima deydi, ko'zbo'yamachilik uchun qilmaganmiz. To'g'ri, men o'zi tabiatdan mehribonligini butun bilganlar biladi. Aytmoqchimanki, kelinglar, shunaqa narsada ham bir birlashib ko'raylik. Challenge qilaylik. Mana baliq yeyish challenge bo'lyapti, ovqat yeyish challenge bo'lyapti. Oshalab shunaqa bir challenge chiqibdiki, 20 minutda bir lagan oshni yeb olish kerak challengelari chiqyapti, bolalar yeb oryapti. Haligi qo'lini paxsada yiqilib, katta qilib, mana shuncha oshni bitta qo'lda olganda bir yarim lagan osh og'ziga kirib ketayotgan challengelar qilyapti. Kelinglar, sizlar mana shu challengeimga sal qo'polroq gapirishim mumkin. To'g'risida hech kimga hech narsa do'zim emaslar. Просто endi mard bo'lib challenge qilganligi, mana o'zim challenge'larimdan biriga sizlarni chaqiraman. Davay qaysi birlarini duxuyga yetsa, shu xonadonga uy olib beramiz. Men olib bera olaman. Men olib berib yurgan insonlar. Sizlardan ham bitta yurish ko'raylik, quruq gapda emas. Ya'ni hozirgi zamonda juda ko'p naslovaq Lev Tolstoy, na деле хуй простой. Shuning uchun davaychi na деле. Shunaqa bir challenge'lar, mana ehsonlar 40-50 xil produktlarni 40-50 ta xonadonlarga men tezroq blokatsiyaga boraman, men sandan oldin yetib boraman. Azaka siz yoshingiz o'tib qoldi deb kamsitasizlar-yu. Chol boboysiz, men yoshroqman, men energichliroqman, meni komandam, meni mashinalarim, meni brigadalarim, meni produktlarim sizgidan tezroq bu muhtoj uyga yetib boradi deb men bilan challenge o'ynanglar. Men yutqazay shu challenge-da, men yutqazsam asli yutgan bo'laman. Xullas shunaqa gaplar. Mana raqamlarim mabodo bundan oldingi xonadonlarning raqamlarini qoldirdik. Qaysi biri bilan challenge o'ynashmoqchi bo'lsanglar, men kurashga tayyorman. Hammamiz aytgan rozi bo'lsin. Robbim Alloh qilgan ihsoninglarni dargohingizga o'zi qabul etsin. Nima niyatlarda qilgan bo'lsanglar, niyatingizga yetib, o'sha joylarni Alloh millionlab to'ydirsin.
xursandchilikku bu.